Men o'ylayman, insonning miyasi to'laqonli, baxtli bo'lishga qodir emas. Erkakning bitta xususiyati bor. Erkak qo'ldan kelganini qiladi bu. Hayotimning markaziy nuqtasi maqsad bo'lgan. Men o'ylayman, mana agar bitta orolga 10 yilga tashlab yuborsangiz, men kayf qilib yashayman deb. Davron aka, menda hamma narsa bor, sog'lik, oila, ish, lekin ba'zida ichimdagi bo'shliqni his qilaman. Bu nima? Bundan qanday chiqish mumkin? Bu standart holat. Men o'ylayman, insonning miyasi to'laqonli, baxtli bo'lishga qodir emas. Men o'ylayman, to'laqonli baxtli bo'la olmaysiz yoki doim baxtli bo'la olmaysiz. Ya'ni qanaqadir uzilishlar bo'ladi baribir. O'sha yomon kunligi, siqilishligi va hokazo. Bu normal holat. Umrda hamma narsasi bor, bu narsalarga erishgan, juda ham ko'p puli bor, bolalari, ota-ona sog'lom, lekin baxtli emas insonni men ko'pni ko'raman. Tanishlarim orasida ham bor, siqilishadi, qanaqadir bir stressda, pressingda yashashadi. Bu nima, undan qanday chiqish mumkin? Bu narsadan hech qanday chiqmaysiz, shunchaki hayotimizni baland-pastlarida bu. Hayot shunaqa. Doimiy ravishda o'zingizni bir xilday baxtli his qila olmaysiz. Ba'zida siqilasiz, ba'zida baxtlisiz. 1000 marta hamma narsangiz yaxshi bo'lsa ham, 1000 marta pul topsangiz ham, boshqa narsa bo'lsa ham, baribir bir kun kelib qanaqadir siqilish bosadi. Shuning uchun bu bilan hech narsa qilmaysiz, bu narsa hech narsa qila olmaysiz ham katta ehtimol bilan. Shunchaki yashashda davom eting, hammasi yaxshi. Muvaffaqiyat bilan baxtli bo'lish bir xil narsami? Ko'p odamlar muvaffaqiyatga erishadi, lekin baxtsiz yashaydi. Sizningcha bu ikkita tushuncha orasida farq nima? Xudo biladi, ochig'i. To'g'risi, men bunaqa bir sentimental inson emasman, bunaqa tuyg'uviy narsalar haqida umumiy kam o'ylayman. Xato bor savolingizda. Ko'p odam muvaffaqiyatga erishadi. Statistika teskarisini ko'rsatadi. Baxtli insonlar muvaffaqiyatga erishgan insonlardan ko'proq menimcha. Tushundingizmi? Mana shunaqa baxtli insonlarni taniyman, puli ham ko'p emas, oilaviy yashashadi, qishloqda o'tdi, lekin baxtli. Realni baxtli. Men bor shunaqa tanishlarim. Bundan teskarisi juda ham katta muvaffaqiyatga erishgan, lekin baxtsiz. Ko'pincha muvaffaqiyat bilan baxt kesishadi baribir. Ya'ni ko'pincha muvaffaqiyatli inson baxtliroq his qiladi o'zini. Ko'pincha boy inson baxtliroq his qiladi o'zini nisbatan, lekin hammasi ham emas. Ya'ni 100% har bitta baxtli inson muvaffaqiyatli yoki teskarisi. Har bitta muvaffaqiyatli inson albatta baxtli bo'ladi. Bunaqa narsa yo'q. Lekin ko'pincha shunaqa. Bilmayman, 80% holatda Xudo biladi. Ko'pincha agar muvaffaqiyatga erishgan bo'lsangiz, hamma narsani qilib qo'ygan bo'lsangiz, bu hayotga kelib yutgan bo'lsangiz, chempionatlarda millionlab pul topgan bo'lsangiz, ota-onangiz 50 ta davlatga olib borgan bo'lsangiz, siz baxtliroq bo'lasiz nisbatan. Sizdan baxtliroq va sizdan puli kamroq insonlar bormi? Bor. Bunaqalar ham topiladi. Ular kam. Ko'pincha pul, muvaffaqiyat va baxt bitta kesishuvdagi narsa va mabodo muvaffaqiyatga erishadi, puli bo'ladi, lekin baxti bo'lmaydi. Buni qanaqadir o'ziga yarasha sabablari bo'ladi. Bunaqa narsa lekin umumiy kam, yana bir marta. Umumiy bunaqa narsalar kam. Yoki ko'pincha pul bor inson to'qlikka sho'xlik qilib, noshukrlik qilib, o'zini baxtsizlikka tushirib olishi mumkin bo'lib turadi bunaqa narsa. Keyin o'sha pul ketganda, boshqa narsa ketgandan keyin tushunadi o'sha paytda juda ham baxtli bo'lganligini, lekin o'sha odatda to'g'rilab bo'lmaydigan darajada kech bo'ladi. Shuning uchun muvaffaqiyatga erishishga harakat qiling, katta ehtimol bilan baxtingiz o'sha muvaffaqiyatingiz tomonda. Muvaffaqiyat nimaligini har bir kishi o'zi uchun o'zi belgilaydi. Davron aka, o'tmishda qilgan xatolarim uchun o'zimni hali ham qiynayman. Kechib yuborish va oldinga qarab yashashni qanday o'rganish mumkin? Voy, Xudo biladi. Menda bu savolga javob yo'q. Qanday qilib o'rganish mumkin? Kechib yuborish va oldinga qarab yashashni. Bilmayman, men endi logichni o'ylayman har doim. Okey, men o'tmishda nimadir qilman. Yomon narsa. Xo'sh, qanaqa variantlarim bor mana? Mana qanaqa harakat variantlarim bor? Birinchisi boshqa shu narsani qilmaslik. Men tushundim, shu narsa yomon, men qaytib qilmayman. Misol uchun, men odam urganman qattiq bir kun, qachondir deylik, taxmin etaman. Rosa urdim, kaltakladim va tushunib yetdimki, bo'ldi, men boshqa odamlarga ozor bermayman. Bo'ldi, men qaytib odam urmay qo'ydim. Yana bitta variant bor, o'tmishga qaytish, mo'jizani ishlatib yoki bilmayman, vaqt mashinasini ishlab, o'tmishga qaytish, o'sha holatni to'g'rilash, urmaslik o'sha yomon ish qilmaslik. Boshqa variantlarni bilmayman. Men bilmayman shaxsan. Ikkinchisini amalga oshirish imkoni bormi? Yo'q. Faqatgina birinchisi qolyapti. Qaytib shu ishni takrorlamaslik. Tamom. Shu mani tanlovim. Ya'ni masala nimada? Okey, deylik, achinasi o'qilasiz, lekin men o'zim uchun bitta narsani tushunib olganman, to'g'rilab bo'lmaydi, bo'ldi. Vse, o'tmish ketdi, o'tmish. Men shunaqa to'poy bo'lgandim, shunaqa bo'lgan endi. Nima qilay endi hozir? Nima qilayman? Deylik, qanaqadir jazosini olgan bo'lsam, olgandirman, boshqa narsa. Okey, shu. Men o'zgartirish qo'limda emas-ku. Men nima qilaman? Yillar mobaynida bu haqda siqilib yurib.
Bo'pti tam hop 1 yil siqilarsiz, 6 oy siqil yoki 10 yil siqilishdan nima foyda bor? Nima foyda? 10 yil siqilishdan qanaqa foyda bor? Qanaqa praktik amaliy foydalari bor bu narsa? Yo'q bo'lgandan keyin foyda bo'ldi, tamom chopish kerak, tashlab yuborish kerak, o'ylash kerak emas bu haqda. Men bitta narsani aytaman sizlarga, ochiq oydin. Mana shunga ham ba'zilar bezbet deydi. Tanishlarim ham Davron sen bezsan deydi. Sen shunga shunaqasan deydi. Ya'ni tipi 60 ta nimadir qilgan bo'lsam, men o'zimni koyishim kerak edi. O'sha meni qanaqadir oq ko'ngilligimni belgisi ekan. Men uchun tupoylik belgisi bu. Boshqa hech qanaqa belgi emas. Nimaga men hech qanaqasiga to'g'rila olmaydigan narsamni o'ylab siqilishim kerak. Nima qilishim kerak men? degan savolga hech kim javob bera olmaydi. Shuning uchun men o'zim uchun damdimda tanlaganman. Men o'zim uchun qarorimni qabul qilib olganman. Bo'ldi. O'tdimi, o'tdi, ketdimi, ketdi. Siqilmoqchiman bu narsaga. Yo'q. Yashashda davom etmoqchiman. Hayotda maqsad qo'yish muhim deyishadi, lekin maqsadga erishmasam, hayotim maqsadsiz bo'lib qolgandek his qilaman. Maqsad yo'q bo'lganda ham hayotni to'la yashash mumkinmi? Endi kimga qanaqa? Men maqsadsiz yashay olmayman. Meni hayotimni markazida maqsad turadi doim. Shu paytgacha men 35 ga kiraman. Bu yil men shu paytgacha hayotimni markaziy nuqtasi maqsad bo'lgan. Va boshqacha bo'lmagan hech qachon. Aqlimni taniganimdan beri men muayyan maqsadga intilgan insonman. Men boshqacha yashay olmaymanmi? Yo'q. Boshqacha yashaydigan insonlar bormi? Ha. Bemaqsad yashaydigan meni shaxsan tanishlarni tiqilib yotibdi. Birinchi jumla, hayotda maqsad qo'yish muhim. Maqsadga erishmasam hayotda maqsadsiz bo'lib qolgandek his qilaman. Qaranglar, mana men sizlarga bitta mindset aytaymi, mana. Kelli erkakcha gaplashadigan bo'lsak, erkakning bitta xususiyati bor. Erkak qo'ldan kelganini qiladi bu. Qo'ldan kelmaganiga erkak kishi mas'ul emas. Men qo'limdan kelganini qilaman. Men misol uchun chiqib ringga chiqdimda, kimdir bilan urushyapman, men qo'limdan kelganini qilaman. Meni urdi u deylik, shunaqa zarba berdiki, meni ongim o'chdi. Men nokaut, men yerda yotibman. Nima qilay? Nima qilishim kerak? Mana shu joyda. Mana bizni odamlarning eng mentalitet nuqtai nazaridan eng noto'g'ri fikrlash shundaki, kalta yedi. Voy, erkak kishi urushib kalta yeyishi nimasi yomon? Qachon yomon bo'lib qoldi? Men juda eslolmayman. Misol uchun men yoshligimda, endi yoshlik deganda 20-18-15 yoshligimda dastoyn urushib kalta yeyish normal holat bo'lgan. Kalta yeding, nima qilibdi? Hozir kalta yeyish ustidan kulinadigan bo'lib qolgan. Nimaga? Nima demoqchiman? Qila olmasangiz nima qilibdi? Men erishib ko'rdim o'sha maqsadga. O'xshamadi. Nima qilibdi? Yana bir marta nima qilibdi? Qo'limdan kelganini qildim, o'xshamadi. Nima qilibdi? Hech narsa qilmaydi. Oddiy erkak kishining hayoti. Bir o'xshaydi, bir o'xshamaydi. Bilasizlarmi, mana qizlar bilan tanishgani borganda 4 ta odam turadi. 5 ta bola turibdi, bittasi bor, men tanishib kelaman deydi. 4 tasi kuzatadi. Haligi 4 tasini duxi yetmasdi hech qachon borishga. Lekin bu borib turib tanishmoqchi bo'lsa, haligi qiz telefonni bermasa yoki tanishmasa, men bu 4 tasi kuladi. Bular nimaga kuladi bilasizlarmi? Qo'rqoqligi uchun xolos. Aslini olganda ichida, tubidan, men bitta ichkarida bular hammasi havas qiladi yoki hasad qiladi haligi bola. O'rni bo'lib qolish kerak. Chunki uni duxi yetdi nimadir qilgan. Real hayotda ham xuddi shunaqa. Siz maqsadingizga erisha olmasligingiz bu jarayon xolos. Nima siz ma'budmisiz yoki oldindan bilasizmi qaysi maqsadga erishasiz, qaysiga erisha olmaysiz? Yoki erisha olmaysiz, erisha olmaysiz, urinib ko'rasiz nima qilibdi. Shaxsan meni fikrimcha maqsadga erishish uchun qilgan harakatingiz muhimroq. Maqsadga erishasizmi yoki erishmaysizmi, u doimo garantiyasi yo'q-da. Shuni deb o'ylasangiz, ehtimoli kattaroq bo'ladi menimcha muvaffaqiyatga erishishingiz. Inson yolg'iz ham baxtli bo'la oladimi? Ya'ni oila, do'stlar, jamiyatdan mustaqil ravishda ichki tinchlikni topish mumkinmi? Mumkin, bu xarakterga bog'liq. Men o'ylayman, meni agar bitta orolga 10 yilga tashlab yuborsangiz, men kayf qilib yashayman deb o'ylayman. Menda shunaqa tushuncha bor. Men absolut mazza qilib yashayman deb o'ylayman. Misol uchun, men o'zimni yaxshi his qilishim uchun menga odamlar kerak emas ko'pincha. Yana bir marta bu xarakterga bog'liq. Misol uchun men qanaqa sotsiopat emasman, tam jamiyatdan to'xtamasdan qochadigan yo'q. Lekin 60 ga 40 men ko'proq yolg'izlikni yaxshi ko'raman. Hammada har xil. Kimdir kruglarni yaxshi ko'radi, kimdir shovqinni yaxshi ko'radi, kimdir odamlar bilan bo'lgisi keladi, gaplashgisi keladi, kimdir yolg'iz bo'lgisi keladi. Hammada yana bir marta hammada bu algoritm har xil. Bu savolingizga javob shundaki, o'zini baxtli his qiladi. Oxirgacha oilasiz, do'stlarsiz, oxirgacha menimcha, misol uchun menga o'xshagan inson baxtli bo'ladi. Hatto men yolg'izlikni yaxshi ko'rganim bilan, baribir menga oila, to'laqonli baxt uchun oila, do'stlar kerak. Bu holatga bog'liq, o'ziga bog'liq. Bu inson sotsial mavjudot, jamiyatda o'sishga mo'ljallangan, biz miyamiz ham, sxemamiz ham, ya'ni shu. Biz turgan bitganimiz shu narsaga mo'ljallangan. Lekin ba'zi individlar bor, ba'zi insonlar bor, bularga bu narsa kerak emas. Bor unaqa insonlar. Prikol shundaki, bunaqa inson bo'lib qola olmaysiz. Siz yoki shunaqasiz, tabiiy, yoki unaqa emas.
Hayotning ma'nosi nima deb? Eng yomon ko'rgan savolim. To'g'risini aytaymi, hayotning ma'nosini kimdir o'ylashi mumkinligini 30 dan keyin bildim. Bilaman hozir ham ko'p javob bergan bu narsani kommentga divandagi ekspertlar kelib olishadi hammasi. U o'ltuda-suda hayot ma'nosi bor, aqling taniganmisan, bittasi dindan keladi, bittasi ruhiyatdan keladi, nimadan keladi, lekin obyektiv hayotning ma'nosi nimadaligini hech kim bilmaydi. Bormiligini ham hech kim bilmaydi o'ylayman. Shuning uchun men bu narsa haqida qachon o'ylaganman, yana bir marta men 21-22-yilda menga shu savol berilganda umrimda birinchi marta o'ylagan. Hayotning ma'nosi nimada deganda kimdir yo storiesdami, qayerdadir bergan, hozir obunachim. Men hayron bo'lganman. Tupikka tiqilganman shu savolga javob bera olmasa. Undan keyin shu savolni o'ylab oxirigacha yetdimmi? Yo'q, u savolni o'ylaganim, hali ham o'ylamayman. Men o'ylayman, insonning hayotini ma'nosi, insonning hayotini barakasi, insonning hayotini baxti, insonning hayotini mazmuni va muvaffaqiyati barchasi balansda deb o'ylayman. Ya'ni harakat va dam balansida. Ya'ni men misol uchun og'ir ish kunidan keyin oilam bag'riga qaytdimda, bolalarim bilan o'tirib o'ynadim, osh yedik, televizor ko'rdik ozgina. Mana shu vaqtda o'ylayman. Og'ir ish, dam, og'ir ish, dam. Og'ir ish, dam. Og'ir mehnat qildim, chempionatga bordim, yutib keldim, uydagilarni oldimda chet elga dam olgan chiqib ketdim. Mana shu deb o'ylayman, mazmun. Ya'ni muayyan qiymat berish bu dunyoga yaxshilik qilish qanaqadir. O'zidan keyin maksimal yaxshi nimadir qoldirib ketish va hayotdan rohatlanish. Yana bitta masala bo'lishi mumkin. Ya'ni agar muayyan obyektivlashadigan bo'lsak, obyektiv haqiqatga yaqinlashadigan bo'lsak, biz ishongan yoki biz to'g'ri bilgan narsalar emas, yo'q, prosta obyektiv bor haqiqatga. Men o'ylayman, agar hayotning ma'nosi bo'lsa ham, bu hayotning ma'nosi farzand bo'lsa kerak. Men shuni o'ylayman. Ya'ni maksimal ravishda farzand dunyoga keltirib, farzandingizni imkon qadar jamiyatga foydasi bor inson qilib, yaxshi inson qilib tarbiyalab, o'zidan keyin qoldirib bu dunyoni tark etish. Mana shu bo'lsa kerak. Yana bir marta ahamiyat berasizlar. Izohda 87 mingta turli xil hayotda ma'nosini, mazmunini koinotdan tashqariga chiqib ko'rib kelganlar bo'ladi. Hammasi chang, o'zi aslida. Har bir kishi o'z hayotining ma'nosini o'zi uchun o'zi quradi. Shaxsan men uchun bu meni farzandim yoki farzandlarim va qilayotgan ishim, bajarayotgan funksiyam. Qolganini o'ylaymanmi? Vaqtim yo'q bunga.